atiga 130 AQSh dollari evaziga uzoq vaqt xizmat qiladigan akkumulyatorga ega va o'ldirib bo'lmaydigan korpusli smartfon haqidagi xabar bilan bugungi dasturimizni boshlaymiz. Baquvvat smartfonlarni ishlab chiqaruvchi Oukitel kompaniyasidan navbatdagi WP5 Pro modelini qarshi oling. Ushbu devicening korpusi AQShning harbiy standarti talablariga ham javob bera olar ekan. Shuningdek, u IP68K darajasida suv va changdan himoyalangan. Agarda u 1,5 metrlik balandlikdan qattiq yuzaga tushib ketsa ham, unga aslo shikast yetmas ekan. MediaTek Helio A25 protsessori, 4 GB tezkor, 64 GB doimiy xotira va 5.5 dyumlik displeyga ega smartfon 13 va 2.2 megapikselli asosiy kameraga, shuningdek 5 megapikselli selfie kameraga ham ega. Aytgancha, yuqorida aytib o'tganimizdek, gadjetning akkumulyatori quvvati undan odatiy rejimda foydalanganda 3 kungacha bemalol yetib berar ekan. Narxi esa hozircha 130, keyinchalik 160 AQSh dollardan belgilanishi kutilmoqda. Navbatdagi xushxabarga o'tamiz. Reabilitatsion egzoskelet yaratildi va u insult kasalligiga chalingan insonlarni oyoqqa turg'izishga yordam beradi. Texasning Harmony Bionics kompaniyasi SHR nomli egzoskeletni taqdim etdi. Ushbu egzoskelet asosan insult kasalligiga chalingan insonlarni, umurtqa pog'onasi yoki boshqa tana a'zolari shikastlangan insonlarni qayta oyoqqa turg'izishga va kundalik amallarni bajarishga yordamlasha oladi. Deyarli harakatlana olmayotgan inson ham u orqali o'tirgan holda ba'zi bir amallarni bajarishga, suv ichishga, ovqatlanishga o'rganishi mumkin. Bunda albatta robot qo'llar yordamchi vazifasini bajarib beradi. Avtomatik tarzda qo'shimcha inson aralashuvisiz ham bemorga kun davomida mashg'ulotlarni qildirib turish mumkin ekan. Afsuski, hozirgi kunda SHR ning narxi va qachondan sotuvga chiqarilishi haqidagi batafsil ma'lumotlar yo'q. Lekin tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, bu meditsina sohasidagi ulkan yangiliklardan biri bo'ldi. Aziz do'stlar, bu hali hammasi emas. Bundan da qiziqarli texno xabarlarni siz Telegram hamda Instagramdagi #uz kanalimizdan topasiz. Hoziroq obuna bo'ling. Shu yerda ko'rishamiz.